Uning uchun eng noyob narsa faqat bizda, birinchi bizda, keyin boshqalarda. Sizlarga imkon topadi. Zo'r ajoyib narsalar qancha kutib uni kelishini. Hop, martdan beri kutamiz. Balki 3 oy bo'ladi, 4 oy bo'ladi. Mana bu haqiqiysi. Aha, originali. Buni qara. Mana bu haqiqiy yurak qon tomir uchun, sahr kasali borlar uchun tabiiy dori. Uncha-muncha o't giyohlardan ko'ra yaxshisi. Buni aka Tibetdan keladi. 100 gradusli suvda 200 gram suvga bir choq oshiq damlab, 10 daqiqa damlab, 3 mahal ichasiz. Bir kunda och qoringa ovqatdan oldin garantiyasi bor, inshaalloh Alloh o'zi shifosini bersin, sahri zo'r tushiradi. Mana korobkadan ochib bu ham nima ekan? Buni ham ko'rsat, buni ham ko'rsin. Mana shunaqa tayyor holatda bo'ladi. Qora go'ja qiziliga nisbatan 3 barobar, 5 barobar buni foydasi katta. Sig'imi yarim kilo. Sig'imi yarim kilo. Ancha aksidan temir moddasi juda 250 gram lekin. 250 gram temir moddasi juda ko'p. Buni ichlarni, tartiblarini ham ko'rsat. 100 gradus suvda fioletoviy chiqadi, 70 gradus holatida rozoviy rangda chiqadi. 3 mahal ichgan odamda qon darajasi suyuladi, qon ko'payadi, immunitet ko'tariladi, sahr o'z-o'zidan tushadi, qon tomirlarini mustahkamlaydi. Ishtaha ochadi, C vitaminiga boy. Temir moddasi ko'pligi uchun gemoglobin ham ko'tariladi. Bundan tashqari yurak tizimidagi tromblarga ham foydali. Tavsiya qilamiz, kelib ko'rib olishinglarni. Mana shunaqa bitta olsangiz sizga bir oy muddatga bemalol yetadi. Narxlari arzon, xudo xohlasa. Bir kurs lechina bo'ladi inshaalloh. Bir kurs lechina bo'ladi inshaalloh. Buni optimga ham maydalar so'raganlarga ham topamiz, xudo xohlasa. Zo'r tam. Mazza zo'r. Bir qutumida charchoqni chiqaradi. Men o'zi ichib ko'rdim kelganda, haligi kisli anorda ta'mi kelar ekan. Mazasi. Charchoqni chiqaradi, uyquni yaxshilaydi, immun tizimiga ham yaxshi qo'llovchi. Tavsiya qilamiz. Baraka topsin.